Qayerga taraf ham bo'libdi. Hozir mana hisob qo'yaylik. Kechasi kech kelganimdan miltiqni olganimni bilmay qolibman bunachilik. Polizlar turibdi ekan. Narigi uyimga borib kelay. Creeper. Bu nima bu monstrlarning go'shtlari? Hozir creeperni yo'q qilamiz. Keyin esa polizlarni ishlayveramiz. Yo'q qildik. Sas ketgan ekan. Obunachilar kartoshka sas ketgan ekan, o'shanga tashlab yubordim. Mana meni o'yinchoqlarim. Hozir bir aylanib ketaylikchi. Ana uyga nima bo'lgan ekan? Uyga nima bo'lgan? Ko'rinmayapti. Hech narsa ko'rinmayapti. Sizlarga ko'rindimi? Kim o? Men-ku Og'bek Minecraftman, kiraveraymi? Ha. Ana to'g'ridagi uyga nima qilgan? La'natlanganga o'xshab turibdi. Da la'natlangan. Qanaqa qilib? U qabrlarni ochib chiqqan. Qabrlarni ochib chiqsa la'natlanadimi? Ha. Uni jin bosib ketgan. Jin? O'sha qabr qayoqda? Mana u toshli saroyda o'tasan. Keyin qora daraxtlar chiqadi, keyin uni ozgina bir 3 metr yursang qabr chiqadi. Hozir bizlar ham bizlar borib ko'ramizmi? Borib ko'raymi? Obunachilar aytinglar menga shuni. Mayli kechasi bo'lsin, borib kelaman. O'shangacha polizlarni hammasini qilib chiqaylik. Ikkinchi uyim bo'lsaydi. Hozir buni bitta ikkita jitillar qilgan o'xshaydi. Men mana qilinmaganlari qilaman. Buni har xil narsa ekib tashlayvergan ekan-da jitillar. Bir tarafiga bug'doy ekamiz, bir tarafiga kartoshka. Bug'doyga yetadimikin? Va yetmadi. Shuning uchun katta qotardi. Ketdik, boshqa bormaymi? Bunachilar boraymi? Uyga ishqarli bo'lish uchun. Kechasi boraymikin, tongdamikin? Hozir boraymikin? Mayli kechqurun. O'tiraylik hozir. Hozir ekib chiqamiz. Yekin. Uyda qolganini uyda pishirib yeymiz, obunachilar. Yeyman deyapti bu. Ovozimga e'tibor bermaysizlar. Obunachilar hozir hammasini ekib oldik.
yekib oldik. Hozir endi uyga borib ozgina dam olamiz va kechasi tushguncha obunachilarimizni ko'ramiz. Qani buni olamiz. Bittada pishsa bo'ladi. Mayli. Hozir kechasi tushguncha kechasi 2:30larda boramiz. Jin uzun, svet ham o'chib qoldi. Men hech narsani ko'ra olmayman. Lekin soatni ko'ra olaman. Soat mana ro'ppa-rosa 2:30 bo'ldi hozir. Mana mishga qaratib turibman-ku, shu yerda soat turibdi. Hozir 3 bo'ladi, chiqamiz bizlar. Qani yo'lga otlandik. Mana obunachilar yo'lga ham otlandik. Har ehtimolga qarshi pistolet oldim. Mana shu yerdan dedi. Bu yerdan ketasan dedi. Bu yerdan ketasan dedi. Mana bu emasmikin narsa? Rostdan. Chirkanchilik. Voy. Qonni bosib qo'ydim. Mayli. Ehtiyot bo'lib mana buni ko'rib qo'ydik. Bunachilar shuncha moblar bilan urushdim. Oxiri shu yerga keldim. Bu mana o'lganmi? Bu mana Husanimmi bu? Qonlarni bosib qo'ydi. Jirkanchi, juda jirkanchi bunachi. Bu manman. Rosa ham men aldamabdi. Hamma jasadlarni ochib chiqqan ekan. Voy. Hozir men ham jim bosib ketmasin yana. Voy. Oyog'im og'ridi, oyog'im. Voy. Oyog'im og'ridi. Voy. Oyog'im. Ya, boshim og'ridim. Narsalarim qani? Voy. Bu nima? Men ikkinchi marta o'ldim hozir. Nima bu? Men qanaqasiga hushimdan ketib yotibman. Men tirikman-ku. Yo'q, men ruhlanmagan. Voy, yana anavlarni bosib qo'ymay. Ruhim ham hozir o'lib ketadi. Mana kimdi? Ichida. Men ekanman bu. Men ekanman bu. Qani? Yo'qolib qoldimi? Ya, bu skeletlarni ko'rishga toqatim qolmadi. Mana buni qaranglar, hammasini birin-ketin ko'rib chiqamiz men. Sassiq go'shtlarni qaranglar. Sassiq go'sht. Kiyimim kar bo'ldi. Voy, shunchaligim chuqurmi? Hozir yana tekib ketsam, hushimdan ketib qolmay. Sekin o'tamiz. Yo'q ekan. Yo'q ekan bu yerlarda. Voy, qonni bosib qo'ydim mana. Hozir nerdan yoniga borib kelaylikchi. To'xtadik. Ya, biz qo'ydik. Salomdir. Kim bu? Men Og'abek Minecraftman. Tanimayapsizmi? Qayerdasan? Oldingizda turibman-ku, ko'zingiz ko'rib qolganmi? Sen qanasan? Ko'zimga ko'rinmayapsan. Rostdanmi? Ha. Men ana
qabristonga borgandim. Keyin o'shanaqa bo'lib qolgan o'xshayman. Qabristonga? La'natlandingmi? Bilmayman. Men rostdan ko'zingizga ko'rinayotganim yo'qmi? Yo'q, ko'rinmayapsan meni ko'zimga. Yo'q, qanaqasiga? Men anavi qabristonga bordim, men ham la'natlandim nega? Qaysi qabristonga? Boyagi siz jitillar ana yerda jitil jinni bo'lib ketgan deydingiz-ku? Ha? Men ham hozir jinni bo'lib ketamanmi 3 kundan keyin? Bilmadim, seni ham qarab qo'yaman. Yo'q, qarab qo'yamiz, men qo'shdim deyman. Obunachilar, Ey, bu yoqqa kel. obunachilar u rostdan ham la'natlanga o'xshaydi. Men la'natlanib qoldim. Buni ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar 10 ta like qilib qo'yinglar va obunachimiz 3 ta bo'lishiga harakat 2,5 mingta bo'lishiga harakat. Shundan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Bu undan ham qisqarli bo'ladi.